Assalomu alaykum chorva sifati omonatchilari, bugun ishqibozlari. Bugun biz Toshkent viloyati Qibray tumani O'ngqo'rg'onda joylashgan Sho'romol bozoriga kelganmiz. Bu qalani ham ko'ryapsizlar, ancha ko'p. Oldingi bozorga qaraganda nisbatan ancha ko'p. Bugun sana 17-dekabr hafta kuniga chorshanba. Videomizni boshlashdan bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Boshlaymiz ana. Kimdan ekan aka? Necha pul do'st akaman? 65 dan to'g'ri. 65 ming so'mdan taroziga so'rashib ekan. Necha yosh bo'ldi aka? 2 yosh. Necha kilo chiqadi taxminan o'lchab ko'radi? 8 kilo atrofida ekan. Kurseli bilan ancha-muncha yer ekan. Bozor nimadan qildim aka? Bozor ellik qilib berdi. Telefon nomer qo'yasizmi aka? 33lik 710 23 bo'ldi. Bemalol qurasizlar, ko'rasizlar bu qani ham o'zini. Kelishdan kimdan ekan? Qaysi birini qo'yasizlar? Sizni okanimi yo'q? Faqat mollarni. Necha pul olib turibman? 750 kilo shu. 750 kilo ekan. 36 million so'm qilish kerak ekan. Ma'mula ochib. Bor. Bu 2 o'yindan bana. Narxlar arzon. 2 mi deyman, ne bu? Kechirasiz. Shu yerda degan, ey. Qo'y marketdan kelibdi. Mana bu taxminimcha 2 metr chiqsa kerak yoki chiqmas. Buni kimdan ekan? Necha pul do'st bilan? Necha pul do'st bilan? Ha? 80 ming so'mdan so'rashayotgan ekan bular, ha? Voy bu. Cho'sh bo'ldim ekan. Odam bu yetarmikin kasb oldi. Necha yosh bo'ldi aka? Taroz tortib ko'rmadingizmi hali? Tarozga tortib Olasanmi? Yo'q, so'rayman oddiygina. Yerga olsang, o'shada. Voy. Yo'q, asal. Oh, anjing. Taroziga necha puldan oldi aka? Voy, sekin. 60 ming so'mdan ham. 457 ancha ko'p. Ye, qo'chqorga tortchi.